Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimga xush kelibsiz. Kuni kecha Canon kompaniyasi o'zini mana shu 2025-yildagi eng yaxshi taqdimotlarni o'tkazdi menimcha. Chunki zo'r apparatlarni taqdim qildi-da, menga yoqdi to'g'risi parametrlari. Bular ikkita apparat Canon PowerShot V1 hamda Canon R50V modeli hisoblanadi. Keyin ikkita obyektiv taqdim qildi. Bu 14 ga 30 power zoomli o'sha mana shu APS matritsali apparatlar uchun mo'ljallangan obyektiv. Bu haqida hali to'liq keyinroq to'xtalamiz. Keyin ikkinchi obyektivi bu premium klassdagi, ya'ni LK obyektiv, qizil polosali 20 mm lik f1.4. Lekin u obyektiv juda ham qimmat ekan. Menga ular uncha qiziq emas. Menga hozir eng qizig'i mana shu Canon R50V modeli bo'ldi va shu haqida o'zimda fikrimni, mana shu umuman prezentatsiya haqida fikrimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Umuman oxirgi paytda mana shu kompaniyalar Sony, Canon, Nikon mana shunday kuchli katta zo'r apparatlar chiqarib boryapti, lekin shu bilan birga blogerlarni ham izdan chiqarmasdan ataylab mana shu blogerlar uchun, vlogging uchun apparatlar ishlab chiqarib kelyapti. Masalan, Sonyda ZV-E10 modeli bor, keyin undan keyin ZV-E10 da Mark 2si chiqdi va Canon ham o'zini masalan R50 modelini chiqargan edi. Bu R50 modelini ham aynan shu blogerlar uchun moslab chiqargan edi. Endi umuman o'zlarining taqdimotida hammasida faqat o'sha blogging uchun, streaming uchun zo'r bu apparatlar deb reklama qilgandi-da. Va ular mana shu yo'lda davom etyapti. Mana shu ko'proq blogerlarni jalb qilmoqchi, chunki bilasizmi, hozir blogerlar ham juda ham ko'payib ketganda. Masalan, o'zimizda ham qayerga qaramang hozir bloger juda ham ko'p. Masalan, ko'p blogerlar o'zlarini syomka qilish uchun odatda telefon ishlatadi-da. Masalan, iPhone'da bilasiz, yaxshi sifatda, yaxshi kачествоda video olib bera oladi. Vertikalniy syomkalar uchun ham ko'proq telefon ishlatishni ma'qul ko'rishadi-da, lekin apparatlarga e'tibori kam blogerlarda. Shuning uchun mana shu kompaniyalar, mana shu Sony, Canon, umuman boshqa kompaniyalar ham ko'proq mana shu bozorni egallab olmoqchi-da, shu blogerlarga o'zlarining apparatlarini o'tkazmoqchi. Shu maqsadda ular mana shunaqangi ixcham, har tomonlama qulay bo'lgan, mana shu vertikalniy syomka uchun ham, gorizontalniy syomka uchun ham, umuman blogging uchun yengil, ixcham, narxi ham uncha qimmat bo'lmagan apparatlarni chiqarishda davom ettiryapti. Va mana shunday apparatlardan biri Canon R50V modeli hisoblanadi. Kuni kecha taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozir mana shuni parametrlariga to'xtalib o'tamiz. Canon kompaniyasi menga mana shu apparatni yubordi video obzor uchun. Mana o'sha apparat demoqchi edim, lekin afsus unday emas. Kelajakda balkim yuborib qolar. Ushbu taqdimotda taqdim qilingan birinchi apparatlardan biri bu Canon PowerShot V1 apparati. Bu apparat haqida uncha ko'p to'xtalmoqchi emasman, shunchaki qisqacha aytib ketaman. Asosan ixchamgina, kichkinagina apparatchalar, ularda obyektivi almashmaydi. Obyektivi o'zi bilan birga korpusiga birlashtirilgan 22 megapiksellik o'sha 4K formatda zapis qiladi. Ovoz yozishlari juda ham zo'r. Buni ham aynan o'sha blogerlar uchun ataylab chiqaryapti Canon. Umuman prezentatsiyasida men mana shu videolarni ko'rganimda ham faqat o'sha blogerlar o'zlari syomka qilib reklama qilib berdi mana shu apparatni. Masalan, bundan oldin Canon R50 modeli bor edi. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak. Lekin bu R50V modeli R50 ta o'ziga nisbatan masalan tashqi ko'rinishi anchagina farq qilinadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin viewfinder, ya'ni video iskatel deydi-ku, o'sha viewfinder umuman olib tashlangan. Korpusi ham umuman yangicha stilda, yangicha dizaynda qilingan. Ko'proq bu dizayn bilasizmi, menga mana shu Sony kameralaridan FX3, FX30 da dizayni bor-ku, ana shularga o'xshab ketdi. Va mana shu korpusida ko'rishingiz mumkin, old tarafida zapis tugmasi bor, ya'ni o'sha rec knopkasi ataylab chiqarib qo'yilgan. Masalan, FX3, FX30 modellarida ham xuddi shunday oldida rec tugmasi bor. Keyin mana shu Canon yozuvini oltida ko'rishingiz mumkin, o'sha zapis ketayotganligini ko'rsatuvchi o'sha qizil chiroqcha chiqarib qo'yilgan. Bu apparat o'sha blogerlar uchun, o'zini o'zi syomka qiluvchilar uchun moslashganidan dalolat beradi.
Matritsasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda APS-C formatidagi 24 megapiksellik matritsa o'rnatilgan. 4K formatda 25-30 FPS gacha 10 bit 422 ranglar subdiskretizatsiyasida syomka qila oladi. Cropsiz butun to'liq matritsa bilan va bu syomka aslida 6K formatdan 4K formatga qisqartiriladi. Ya'ni bu yerda oversampling usuli qo'llaniladi. Bu 4K formatda video anchagina sifatli kartinka ko'rsatishini dalolat beradi. Men blogerlarni ko'rdim, mana shuni obzor qilib chiqqan, Canon kompaniyasining o'zining saytidan ko'rdim, syomkalarni ko'rdim. Endi originalini ko'rishda iloji yo'q. Endi o'zlari mana shu prezentatsiyada taqdim qilgan syomkalarga qaraganda sifati unchalik ham masalan men ko'zimga yaxshi ko'rindi-da. Endi baribir buni ayta olmayman, masalan mana zo'r ekan deya olmayman. Uni faqatgina o'sha qo'limga olib, ishlatib, ko'rib, keyingina sizga o'sha haqiqiy sifatini, haqiqiy original kadrlarni ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Keyin 4Kda 50-60 FPS gacha ham syomka qila oladi bu apparat, lekin crop bilan adashmasam 1.4x crop qilinadi kadr. Endi bu tabiiy holat, chunki bular agar 50-60 FPS da ham bu apparat cropsiz syomka qilganda edi, bu boshqa Canonning boshqa apparatlariga konkurensiya bo'lib qoladi. Masalan, R7 bor. R7 ham matritsasi o'sha crop matritsa APS-C, u ham 50-60 FPS da cropsiz syomka qila oladi. Agar bu apparat ham 50-60 FPS da cropsiz syomka qilganda edi, u R7 bilan raqobatdosh bo'lib qoladi, bir xil bo'lib qoladi. Buni narxi esa arzonroq, R7 qimmatroq. Shuning uchun keyin R7 ni savdosi hech kim olmay qo'yadi-da, uni savdosi o'tmay qoladi. Shuning uchun ular bu yerda buni tabiiy shu ограничение qo'ygan, что 50-60 FPS da crop bilan syomka qiladi apparat. Full HD formatda esa o'sha har doimga formatlar 50-60 FPS da cropsiz 120 FPS da ham, ya'ni o'sha sekinlashtirilgan kadrlarda 120 FPS gacha syomka qila oladi. Keyin bu apparatning mana shu syomkalarida menga eng katta yoqqan tarafi 10 bit 422 ranglar subdiskretizatsiyasida S-Log 3 da, uzr adashdim. C-Log 3 da syomka qila olishi. Bu bilan apparat imkoniyati anchagina oshadi, ya'ni siz C-Log orqali ranglarni umuman nima deydi, boshqacha rang berishingiz mumkin bo'ladi-da. Bu masalan 10 bitlik syomkalar ham 8 bitlik videoga nisbatan anchagina farqi bo'ladi. O'sha kadrda sifatida, uni ranglarni ko'rsata olishida albatta katta farqi bo'ladi. Endi buni apparatni o'zini olib ishlatib ko'rgandan keyin bilishimiz mumkin. Xullas, mana shunaqangi imkoniyatlari ajoyib narxda taqdim qilinyapti-da. Keyin mana shu menga xursand bo'lgan tarafim narxi. Mana shu sizga yuqorida sanab o'tgan narsalari 4K 25-30 FPS, Full HD 120 FPS gacha syomka qilishi, 10 bitda syomka qilishi, C-Log borligi, 422 ranglar subdiskretizatsiyasi borligi, mana shularni hammasini Canon $650 ga aytayapti. $650 deyapti bu apparatning narxini. Bu bodisi. Keyin obyektiv, mana shu apparat bilan birgalikda obyektiv taqdim qilyapti. Bu 14 ga 30 obyektivi. Bu haqda hozir keyinroq aytib o'taman. Agar mana shu obyektiv bilan birga oladigan bo'lsangiz, $850 ga baholanyapti. Endi $850 ga do'stlar, bunaqangi parametrlar bilan bu juda ham zo'r narxda, ajoyib narxda. Masalan, bundan 5-6 yil avval agar mana shunaqangi narxga $850 ga mana shunaqangi parametrlar bilan apparat bo'lganda, u kamida $2000-3000 turardi-da. Lekin hozir mana ko'ryapsiz, 25-yilga kelib kompaniyalar shu majbur bo'lyapti-da apparatlarning narxini tushirishga, что ko'proq odamlarni jalb qilib, apparatlarning savdosini ko'proq oshirish uchun mana shunaqangi ustupkalarga borishga majbur bo'lyapti. Autofocus tizimiga keladigan bo'lsak, autofocus tizimi ham masalan topoviy kameralardan biri R6 Mark II apparatining autofocus tizimi qo'yilgan deb aytilmoqda. O'sha Digic X protsessori, bu protsessor ham mana shu topoviy kameralari, mana shu Canonda
flagman kameralar turadigan protsessor hisoblanadi, Digic X va mana shu protsessorlar ushbu apparatga o'rnatilgan. Mana shu vertikalniy syomka qilish uchun ham bu apparat moslashgan. Qo'lda ushlagich tarafida, ya'ni siz vertikalniy syomka qilmoqchi bo'lsangiz, apparatni bunaqasiga tepaga qilib, mana shu vertikalni qilib, mana shu o'ng qo'lingiz bilan ushlagich tarafida maxsus rezba qo'yilgan. O'sha standart rezba, o'sha 1/4 o'lchamidagi rezba qoldirilgan. Bu rezba bilan siz hech qanaqangi, masalan, qo'shimcha kletkalarsiz, siz shunday primoy apparatni o'zini vertikalni qo'yib, mana shu shtativgami, stabilizatorlargami shunday vertikalni qo'yib, syomka qilib ketaverasiz. Va u yerda menga yana bitta yoqqan tarafi mana shu ekranida, ya'ni siz zapis tugmasiga bossangiz, qizil ramka paydo bo'ladi atrofida. Masalan, mana shunaqangi funksiya ZV-E10 modelda bor-da, Sonyda. Lekin Canonda bu R50, R10 modellariga kiritmagan. Va nihoyat mana shu R50 ga shu rahmat deymiz shu Canonga shu narsani kiritib bergani uchun, o'sha siz zapis qilgan vaqtingizda ekran atrofida qizil ramka paydo bo'ladi-da, siz o'sha haqiqatan siz syomka qilayotganingizda aniq bilib olasizda bu orqali. Endi obyektivlar haqida gaplashamiz. Menga mana shu prezentatsiyada yoqqan obyektivlardan biri bu Canon RFS 14-30 f4 dan 6.3 gacha yopiluvchi diafragmali, stabilizatorli, STM motorli power zoom obyektivi. Menimcha to'g'ri aytdim. Va nihoyat deyman, yana bir marta Canon tarixida birinchi marta power zoomli obyektiv ishlab chiqardi. Power zoom bu shunday narsaki, obyektivning ichida motor bo'ladi, o'zini motori. Bu motorcha bilan siz masalan apparatni o'zidan yoki obyektivni o'zidan maxsus knopkasi orqali kadrni yaqinlashtirib, uzoqlashtirsangiz bo'ladi. Xuddi eski kameralarda knopka bo'lardi-ku. Masalan, oldinga bossangiz, sekin yaqinlashadi. Yana orqaga bossasiz, sekin orqaga ketadi. Masalan, hozirgi oddiy obyektivlarga o'xshab, mana bunday qo'lingiz bilan burashingiz shart emas-da. O'sha power zoom o'zini ichida motori bor. Mana shu motor bilan sekin plavni kadrda uzoqlashtirib, yaqinlashtirsangiz bo'ladi. Bunaqa obyektiv Canonda umuman yo'q edi. Birinchi marta bular mana shu Canon RFS 14-30 mm lik obyektivida mana shu funksiyani qo'shib ishlab chiqardi va taqdim etdi. Va bu ham juda ham katta yangilik. Masalan, men eshitib, ko'rib juda ham xursand bo'ldim. O'zi to'g'risi meni havasim kelib yuribdi. Mana bu Sonyda masalan 16-50 degan obyektivi bor, power zoomli, o'sha ichida o'zini motorchasi bor va bu obyektiv ularda ancha vaqtdan beri bor edi. Adashmasam shu 4-5 yil avval, undan ham avval ishlab chiqarilgan. O'zini ichida power zoomi bor Sony'nikida. Yana 10ga 20 mi necha degan obyektivlari bor. Ularda ham bor shunaqangi power zoom motorchasi, lekin Canonda bunaqangi obyektiv yo'q edi hozirgacha. Va nihoyat ular bugun taqdim qildi shu narsani. Bu obyektiv RF bayonetli, RF mountli, mana shu R modeldagi kameralarga hammasiga to'g'ri keladi. Agar sizda mana shu R10, R7, R50, R100 kameralari bo'lsa, bemalol siz ana shu obyektivni sotib olib, o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi. Narxi ham unday qimmat emas, $200 deyapti, bor yo'q. Keyingi obyektiv esa bu premium klassdagi LK qizil polosali 20 mm lik obyektiv f1.4. U juda ham qimmat obyektiv, $1700 deyapti narxini. U haqida men to'xtalib o'tmayman, u menga qiziq emas. U obyektiv menga aynan faqatgina mana shu Canon R50V hamda mana shu RFS 14-30 obyektivlar qiziq edi. Xullas, qo'limdan kelgancha sizlarga do'stlar mana shu apparatlarda nima deydi, endi qisqacha obzor qilib aytib berdim mana shu yangilikni. Bu apparatlar bizning bozorga men o'sha bozorda sotuvchilar bilan gaplashdim. 1 oy ichida kirib kelar ekan, 1 oy ichida olib kelamiz deyishdi. Imkon qadar harakat qilaman mana shu apparatni olib video obzor qilishga. O'ylaymanki, Canon bizni xafa qilmaydi mana shu apparati bilan. Yaxshi, sifatli boshqa apparatlar bilan, boshqa kompaniyalar bilan normalniy konkurensiya qiladigan, sindiradigan apparat bo'ladi degan umiddaman. Canon R50V modeli. Kutamiz, kelgandan obzor qilishga harakat qilaman do'stlar.
Buning uchun esa do'stlar shunchaki kanalni qo'llab-quvvatlash kerak. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz alohida rahmat aytaman. Ushbu videoga like bosib qoldiring, kommentariy qoldiring, obuna bo'lib qo'ying, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, siz shu orqali meni kanalimni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz, meni va kanalimni. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sog' va salomat bo'linglar. Xayr.